kredit, deport, zapret, aliment yoki MIBdan qarzdorlik. Ularning viza olishda negativ ta'siri bormi? Ko'pchilikni o'ylantiradigan va asosiylaridan bittasi bu albatta kredit borligi. Agar siz nomingizda kredit bo'lsa, siz uni o'z vaqtida to'lab kelayotgan bo'lsangiz, bu holatda nafaqat viza olishingizda, balki O'zbekistondan chiqishingizga ham hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi kredit tarixini yoki kreditingiz borligini. Lekin eslatib o'tamiz, agar siz vizani olgan taqdiringizda ham sizni kreditingiz bo'lsa, uni o'z vaqtida to'lamagan bo'lsangiz, u MIBga majburiy ijroga chiqadigan bo'lsa, sizga zapret qo'yib qo'yishi mumkin. Bu sizni viza olishingizga ta'siri yo'q umuman, lekin sizni sayohat amalga oshirishingizda O'zbekiston chegarasidan chiqishda bojxonada sizga yetarlicha muammolar keltirib chiqaradi. Endi deportlarning borligi, agar sizda deport bo'ladigan bo'lsa, qaysidir bir davlatdan siz boshqa bir davlatga sayohat vizasiga topshirmoqchi bo'lsangiz, odatda topshirsa bo'ladi, lekin sizda deportingiz qaysi davlatdan, qachon olingan, nima maqsadda, ularni analiz qilib, keyin sizga aniq mutaxassis javob bera oladi. Endi zapret va alimentlar haqida gaplashamiz. Odatda zapretlarni siz qaysi davlatga chiqishingizdan qat'iy nazar, qaysi maqsadda o'qish, sayohat yoki immigratsiya masalasi chiqishdan oldin zapretni MyGov.uz saytidan siz o'zingiz mustaqil ravishda tekshirishingiz mumkin yoki yagona darchaga borib bu narsani aniqlashtirsangiz bo'ladi. Endi aliment masalasiga keladigan bo'lsak, aliment bu sizni sayohat vizalarini olishingizda ta'sir ko'rsatmaydi, odatda boshqa turdagi vizalarni olishingizga ham ta'sir ko'rsatmaydi, lekin bu O'zbekistondan vizani olib chiqib ketayotganingizda sizga albatta ta'sir ko'rsatadi. Bu uchun sizga bir mutaxassis yurist yoki advokatni maslahatini olishni maslahat beramiz. Shu va shunga o'xshash masalalarda sizga aniqlik kiritish kerak bo'lsa va bu masalalarni hal qilishda biz sizga amaliy yordam ko'rsatamiz.